Oxirgi vaqtlarda erkaklarda depressiya uchrashligi juda ko'p bo'lyapti. Nima sabab deydigan bo'lsangiz, bunga jinsiy aloqa partnyorlar ko'p bo'lishligi, pornografiyani ko'p ko'rishligi. Aloqasi nima deydigan bo'lsak, agarda siz erta hayotni ko'p boshlagan bo'lsangiz, jinsiy aloqa partnyorlar soni ko'p juda almashgan bo'lsa, porno roliklarni ko'p ko'rishlik, chunki porno roliklar har bitta yangi video rolikdagi yangi partnyor miyamizga xuddi bizni yangi partnyorimizdek qabul qiladi. Partnyorlar soni qancha ko'p o'zgarib boraversa, o'zimizni doimiy partnyorimizdan yoki doimiy o'sha halol ayolimizdan oladigan huzurimiz soni kamayib ketaveradi va miyamiz yanada boshqa degan jinsiy aloqa partnyorlarini izlashni boshlaydi. Seksagollik qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bu esa har safar jinsiy aloqadan oladigan huzur va yangi kontaktdan oladigan huzur miqdori kamayib ketaverib, euforiya, ya'ni undan olgan huzur soni vaqti kamayib, depressiv, ya'ni yangi aloqa bo'lmasa, u depressiya nimasi uzayib ketaveradi. Agarda o'zingizda chuqur depressiyaga kirib ketishligingizni xohlamasangiz, jinsiy aloqani partnyorlarni iloji boricha faqatgina halol ayolingiz bilan qilishligida, boshqa insonlar bilan qilmasligida va palapart jinsiy aloqani olib bormaslikda agar uylanmagan bo'lsangiz. Chunki palapart jinsiy aloqalar va ko'p videoroliklar ko'rishlik erkaklarni depressiyaga olib kelishi, depressiya esa bora olat yaxshi turmasligiga olib kelishligi mumkin. Shuning uchun men erkakman, menda ko'p jinsiy aloqa bor, men har qizni nima deydi, qilib ketaveraman deyishlik sizda erta erektil disfunksiyaga olib kelishligi mumkin. Shuning uchun depressiyaga tushmayman desangiz, iloji boricha bitta ayolingiz bilan aloqa qilishlikni maslahat beramiz.